Salom do'stlar. Bugun har xil o'yinlarni o'ynab ko'ramiz. Bugun qaysi o'yinlarni o'ynab ko'rsatay? Bugun I am cat degan o'yin bor, I am security degan, stronghold dot. Yana har xil o'yinlar bor. Yana bu yerda o'yin bor, boshqa yerda ham o'yinlar bor. Bugun sizlar bilan stronghold o'yinni o'ynab ko'ramiz. Unda hozir mana buni ko'ryapman. Tezroq o'ldirishim kerak. Aytsincha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun bittagina tugma men uchun shunchalik qadrli va mazza qilaman. Mana bizga mana buni qilmoqda. Endi o'zimizning qishlog'imizga ketishimiz kerak. Qishlog'im men keldim deb. Mana bu qay kuzatish kerak. Ularni kuzatish uchun reydlarni boshlab, bunaqa mahluqlarni o'ldirib, keyin o'zimizning qishloq parashut bo'lgan o'zi birinchi qismdan qo'yishim kerak edi bu o'yinni. Nimagadir qo'yishga jur'at etmadim. Balki birinchi qismini qo'yaman. Aytgancha o'yinning nomi Stronghold Dud. Dude. O'yinda описание yozib qoldiraman. Nomini gapirgan uchun o'yiningizga menga kerak bo'lsa описание kommentga ham qo'yaman. Aytgancha like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizlar uchun bittagina tugma men uchun shunchalik nima desam bo'ladi. Men uchun shunchalik quvonch. Mana bunda 22 daqiqadan keyin dragonning tuxumi ham ochiladi. Mening dragonim bo'ladi. Ya'ni ajdarim. Menga bo'ladi. Mana bu yerda narsa yutib olsa bo'ladi. Buniki mana bu sefer ko'pga beramiz. Bu bizning ismi chiqdi. Bizning qishlog'imiz bo'ladi. Keyin oxiri mana shu joyga hujum qilamiz. Enemy Castle degan joyga. Hozir men Forest bilan Chillni qilganman va Dark Forestga ham keyin hujum qilamiz. Bularga 5-hujumimiz yoki 4-chini qo'llamayman. Bularni tugamizdan keyin Dark Forestga ketamiz. Dark Forest'dan ham keyin oxiri Enemy Castle. Balki Enemy Castle'dan boshqa joy ham bo'lgan. Balki mana bu sohalarga, balki mana bu so'lliklarga, balki mana bu sohalarga ketamiz. Mana o'yin ham boshlanib qoldi. O'yinga qaytib bo'lmaydi. O'yin boshlangandan keyin do'stlar o'zimizga sabab qo'ydim. Biraz oy kuchli ekanlik keraklar. Hayratga tegma. Peshchoning qoldi. Qoch jinni. Dokka jon beraman. Bu işte 5 joning qoldi sana. Bitta sanki bitgan. Yo'q, sen kerakmassan. Sen shu reklama ko'rish kerak bo'ladi. Tezroq o'ldirishim kerak, sen ham o'lding. Yo'q, qanaqa qilib. Voy, boshqa bo'lmasin. Endi ishonaman, o'zimga ishonaman. Mana bu ham o'lib ketdi-da, o'lib ketmasa olib ketgan bo'larmidik. Mana shu jinni to'g'ri olishim kerak-da. Mana shu yuguraverma odam o'ldirishga. Boshqa joni ko'p yo'qish kerak. Jin boshqalarga o'xshasin. Sen ket, mana bu ham jon olsin, bechora. Senga beradi ba'zi. Ko'rmagansan-a jon? Ko'rmagansan-a bechoraga bermaydi. Uyingda jon yeb ko'rmagansan-a sen. Odam bo'lmagansan, bilasanmi?
Bitti denmeyin. Yo şöyle ne oldu lan? Ben kereyim orada seni zırhkana geri batırmayın lan. Sen ham öldürülecek. Öldür tezara kaç şimdi. Kaç. Öldür hamasını. Bittelep geldi lan. Bittelep hemen koyamam. Bittelep kesin hemen koyamam. Kila uğruyla bittelep. Bittelep. Totlalap cümleyle ben tot gibi sormam. Soramam. 100 bin yapabileceğimi soramam. Canım tavsiyem bu oldu. Sana birinci normali halka uğraylı. Uçalanyan bitti. Ortalanyan bitti. Ben istediğim koşup canım doldurulmuş gerek. Dostlar aytınca abone ve like basıp koyunlar. Sizler adlı gene bitti cümle. Men üçün juda ham qadrli narsadir. Men üçün juda ham qattiq quvonch beradi bu. Voy, yuradi bordi. Kelinglar bitta kelinglar. Yo'yaman men. Hammang gidiyorum. Bundan keyin bitalarini ham ko'ramiz. O'zi menimchalik 200-300 ta o'yinim bor edi do'stlar. Lekin ana u buni o'yinlarni ko'rishga majbur bo'ldim. Chunki juda ham ko'p o'yinlar va ko'p o'ynamadik ham. O'yinlar ham ko'p edi. Buni ham bir amallab yo'q qilib olsak bo'ldi. Vaqtning orqasidan pichoq chiqadi. Nasıl aceledan kaçalım? Kelaver. Korkak gödenge kara. Beni öldürüşün gerek edi sen elle kaçan. Öldün sahabe. Ha demem Kendiyam öldür ama. Açan kara yapacağız. İyi oynuyor yani. Dostlar, like ve abone basıp koyun her daim gidek. Sizler için bir tekin tutmam. Men üçün ben nereye başlayayım? Oh, yine daha kovalasın yine 5'te. Sonra şey. Bana yok olur mu? İşte bakıyoruz. Hemen açayım. Daha zor oyuncu dostlar. O kadarla abonecilerim daha zor oyun kadarla 200 bütün dostlar için. Daha zor oyun onu kuruştular sakat veremem. İnsanlar reaksiyon nasıl garip bu nesler bu oyunu. Sizlerin kadarıyla vakit için. Bana 30 saniye kaldı. 4, 3, 2, 4, 200 random. Yani yok kaçırdık. Oh karanlık. Gerekmezsen öldüremem. Yani işte burada değil. Atan kubra öldürür. Yo. Çıktı.
korkak arkada atasan içeriz gelir. Yok kaçel. Şimdi kontrol öyle artık. Blokta mı sen ya? Sen şeylerin var mı? Burayı sen de. Gerekmez buna kutlaşlayın. O zaman legenda tayakça kalıcım diyor sana. Olup çıkamalar ya. Korkak Risa Bakma. Başka sen mi körmegen? Can körmegen. Abi bara bakıp can yaptım. Onun keçe bitti bitti bir yana. Hakikaten de ciddi kaçtı. Öldürüyorlar. Kahramana var olsun geldi. Bence öyle kiler daha. Öldür bir kişisiniz yaran. Canınızlar olsun kanaldan. 99 70 Biz böyle Anayın da ilgi katamız. Ne yapacağım körmeden. Konuş bilen yürüyelim. Yine renk boşlayalım. İşte takılmaya da oldu. Yo bro. Başka dostlarımız yok mu bize? Bro bizden başka dostlarımız yok mu? Ütselemez mi? Kuzum kala diyen. Yine bu kurallar tutmuş. Bunun için pulda gerek. Oh. Yana katışı başlandı. Fakat şunu koladı bunda. Geçeraslar dostlar. Baklarınız olması için stop kılıp duram ekranı. Dostlar bana gitti. Orada stop kılıpman oldu. 5 saniye kılıp gitti. Bir kere stop kılıpman. Stream kalıp kompütürlerinde boşlarından kompütürlerinde like ve abone basıp koyunlar ilk videomu koyacak çıkıyorlar. Belki şurayı ne kalıp tüketermiş videonu. Belki kanalda Kafe hamurlarını oynar. Minecraft bulan PUBG bulamam. PUBG'ler bulamam da. Neyse olamam. Belki kopyanı başka yerde. Bunu gene kopyanı çekip koymayalım. Merhaba dostlarım. Bugünkü videoyu yapılan istiyorsam şunu koyarlar. Hazır tabi videonun içinde kakabildiğinde 2. kolay veremez. Nette oldu 5 de oldu 2 bilmem. 4 3 tüy geldi. Oh yana karanlık oldu. Bir şuradaki karanlık olarken dostlar. Lakin hammasını yapamızda. Yakçı nima dersen. İkkalangan, uchalangan ket. Uchalab keldi. Hammangga. Can ko'rmagan. Bugundan boshlab bu texilgarni allambularni can ko'rmagan deb o'ylayman.
Hammasini o'ldirdi deb o'lib ketdi. Sheriklarim yana bitta bormayapti. Aytmisizlarmi? Dur. Jon ko'rmagan. Qo'rqamsan ya. Bu vaqt yo'q bro, nima deb o'ldi? O'ldir. Yana da Dudek kral. Uçakta bular gapirishni bilmaydi shekilli. Jon ko'rmas, jon beramiz. Oo! Jon ko'rmas birinchi marta jon bermoqchi. Jon ko'rmagandan hozir qancha shekilli. Buni o'ldirib ketamiz. Bakayım. Yo! Hala nereyen bu? Anılar yoksa boş işleydiğen adam iken bu. Anılar yoksa boş işlemediler döndürden anlatacağım mı? Düşünürlerini çocuğumdan hamma sayılanmıyordu. Milletin çağırdı işte. Anladık. Böyle şimdi birinci ve bir kapıda da şeydi bende. Dereceleri başlarındaysa azından yukarı taşlar buradan tüketişke hareket kılamayalım. Sizlerin hamurlarındır. Bizim köprüyen vaxtında rahmat dostlarım. Sizlerce benim videom hakkında ve abone tıklasınız koyunlar. Sizler kılgen bittiğine tücme. Bittiğine hazır. Benim önce Jalip Kıvanç Külcü alıp gelen dostlarım. Hoş, endi o'yinga qaytaylik. Bu uchun ham ichim ketadi. O'yinni stop qilib turaman, pauzaga qo'yib turaman. Hozir ichim tam bo'lgandan keyin sizlarga pauza mana bu videoni kutaman hozir. Sizlar uchun 1 soniya vaqt, men uchun esa 1 minut 50 sekund. Mana do'stlar 15 minut qoldi. Mana bugungacha mana bu janglarni ko'rib turamiz. Bakın. Bu ise krallar tur demoqchi. Bu esa krallar tur. Ko'kkisi joni bor. Ghost King. Ghost King o'zbekchasi bilasizlarmi? Bilsangizlar ruhlar kralı degan bu bilan janglardan Sparda. Roma Barabiler Osman Kuşay kareler eğlenceler vaktimizin için geçirenler hoş bir çıkartıp koyduk oğlum yaptım menimcelik masaya kuramız 60 bu yoqqa yer jon görməkə jon berəymi? Jon görməkə menimchalik qaysisida jon kam bo'lgan bo'lsa shularga beradilar. Mana buni urmayapti adam. Mana bu 88 jon qoldi. Bitta o'ldilar. Jon ko'rmagancha yana shuga berdik qoldi. Uçtun mu flash? Bunu yok kılamam. Hiç özünü yok kılışımızı bilmeydik. Bu keller işleydi. Hadi. Vur arkasından sol arkasından. Ya. 5 saniye geliyor. Kopku taşıdık. Ağacını alıp koyup. Aziz obunachilar, like videoni mana shu joyda to'xtaman. Aziz obunachilar, ko'rgan vaqtlaringiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Men videoni to'xtataman.
aytgancha like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizlar uchun yana bitta aytaman. Sizlar uchun bittagina tugma bosish men uchun shunchalik qattiq quvonchli. Balki men millioner bo'lib ketarman. Millioner bo'lsam borku. Qaranglar, bunaqa shart qilamiz. Menga like va hamma videolarimga, men ko'p video chiqarib qo'ydim, hamma videolarimga like bosib chiqing va hammasiga komment yozing. Men shunaqa qilib YouTube'ga faoliyatimni qolaman, YouTube'ga qilaman. Menga pul berman, menda ko'p like va ko'p odam ko'ryapti deyman. Keyin YouTube pul to'lashni boshladi. Pul to'lashni boshlagandan keyin men bo'lib kelaman-ku. Buni balki 500-100 ming so'mdan obunachilarimga taqdirib chiqaman. Balki ularning ichida 100 ming, 200 ming bitta tugma bilan 100 ming, 200 ming yutib olasiz. Degan narsa yo'q do'stlarim. Mayli, hammaga xayr, obuna va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Men sizlarni yaxshi ko'raman, obunachilarim. Mening qadrli obunachilarim, xayr. Hammaga omad tilayman.